imtihon natijalari chiqqanidan so'ng biz ko'pincha imtihon natijalarini analiz qilamiz, tekshiramiz va qandaydir trendlarni, qandaydir o'xshashliklarni topishga harakat qilamiz o'quvchilarning muammolarini hal qilish uchun. Va ko'pincha bizga ko'rinadigan jihat, ko'zga tashlanadigan holat bu juda ham ko'p o'quvchilarda, ayniqsa o'zini xohlagan ballni ololmagan o'quvchilarda kuzatiladigan holat aynan writing va speakingni past bo'lish holati juda ham ko'p kuzatiladi. O'quvchilar topshiradi va ayniqsa qayta topshirayotgan o'quvchilar uchun bu juda ham aloqasi katta. Ya'ni qayta topshirayotganda odatda listening, reading ballari unchalik katta o'sish bo'lmaydi, lekin writing, speaking ballari odatda mana shu overall ballni pastga tortib qo'yadigan holat juda ham ko'p kuzatiladi. Mana shu holatni yechimi bo'yicha ushbu videoda o'zim kerakli tavsiyalarimni berib o'tmoqchiman. O'quvchi birinchi marta yiqilganidan so'ng ikkinchi marta odatda topshirayotganda odatda o'ziga juda ham qisqa vaqt beradi. Ortiqcha 1 oy, 2 oy tayinlanib yana qayta topshirmoqchi bo'ladi va mana shu 1-2 oyni qanday sarflashi juda ham muhim va mana shu paytda odatda o'quvchi ko'proq listening, readingga e'tibor beradi, ko'proq test ishlashga e'tibor beradi va ko'pincha writing, speaking e'tibordan chetda qoladi. Nafaqat aynan qayta topshiruvchilar, balki birinchi marta topshirayotganlar orasida ham xuddi shunday holat kuzatiladi. Chunki listening, reading ishlash qiziq. Listening, reading ishlaganingizda qandaydir emotsional bir tuyg'ularni boshingizdan o'tkazasiz, xursand bo'lasiz yoki xafa bo'lasiz, ko'p chiqsa juda ham bir kayfiyatingiz ko'tariladi. Ya'ni mana shunaqa bir ish va ko'pincha men aytaman, listening, readingni hamma ham bajara oladi. Ya'ni har bir imtihon topshiruvchi buning uchun unchalik katta bir energiya sarflash shart emas, shunchaki eshitish va to'g'ri javobni belgilash, o'qish va to'g'ri javobni belgilash. Unchalik katta bir energiya sarflash shart emas. Lekin productive ko'nikmalari kelganda, aynan writing va speakingga kelganda juda ham ko'pchilik o'quvchilar oqsaydi. Va mana shu muammoni to'g'rilash bo'yicha o'zim tavsiyalarimni berib o'tmoqchiman. Bundan oldin sizga bir o'xshatishni, ya'ni IELTS imtihoni bilan taqqoslashni keltirmoqchiman. IELTS imtihoni bilamizki, mana hozirgi paytda ancha ommalashgan va ko'plab o'quvchilar hattoki 9 ballni olishga ham erishyapti va bu juda ham quvonarli holat. Va mana shu 9 ball ortidagi demak, holatni tushuntirib bersam, odatda 9 ball olishga harakat qilayotgan o'quvchilarda listening, reading уже baland bo'ladi, 9 bo'ladi. Va asosan muammo aynan 9 ball olish yo'lidagi to'siq aynan writing va speaking bo'yicha bo'ladi. Va ko'proq mana shu writing, speakingga urg'u berib, aynan mana shu sectionlarni ko'tarib, keyin 9 olishadi. Odatda bunga anchagina vaqt ketadi. Birinchi o'rinda listening, readingni maksimal qilib oladi, undan keyin writing, speakingni oshirishga harakat qiladi. Xuddi shunday holatni biz multi-level imtihoniga ham qo'llashimiz mumkin. Multi-level imtihonida ham odatda o'quvchilarda listening, reading ballari yuqori va writing, speaking ballari ozgina pastroq. Endi nima uchun IELTS bilan taqqoslayapman? Chunki IELTSda bilamizki, mana oxirgi paytda 9 ball olganlar ko'payib ketdi va mana shuni asosiy bir sabablardan biri bu maxsus IELTS uchun speaking app, ya'ni speaking ilovasi borligi. Chunki aytib o'tdim, 9 ball yo'ldagi to'siq odatda writing va speaking bo'ladi va birinchi o'rin mana shu eng oson o'stirish mumkin bo'lgan, ya'ni maksimal ball olish mumkin bo'lgan section aynan speaking va ballarni ko'radigan bo'lsangiz, o'sha IELTS olgan 9 olgan ballarni solishtiradigan bo'lsak, asosan listening, reading 9 va speaking 9 va writing 8. Mana shu kombinatsiya juda ham ko'p uchraydi. Listening 9, reading 9, speaking 9 va writing 8. Va mana shu holat demak IELTSda 9 ball olishga yordam beradi. Aynan speaking 9 qilish orqali, maksimal qilish orqali eng katta qadamni tashlaydi o'sha overall 9 olishga. Endi nima uchun bu narsalarni aytyapman? Multi-level imtihoniga qanday aloqasi bor speakingni? Multi-level imtihonida, imtihoniga tayyorgarlik ko'rish jarayonida maxsus ilova yo'q edi shu paytgacha. Lekin aytib o'tdim, IELTSda maxsus speaking application bor va shu speaking application orqali o'quvchilar tayyorlanib, savollarni oldindan bilib, ko'rib va ana shu misol uchun imtihonga kirganda oldindan tayyorlangan savol tushadi va unga zo'r qilib javob beradi va 9 ballni olib ketyapti. Xuddi shunday holat multi-level imtihonda ham qo'llash mumkin, chunki multi-level uchun men maxsus ilova yaratdim. Ya'ni aynan speaking section bo'yicha listening, reading, writing, u yerda hamma narsa bor, o'zi aslida faqatgina speaking section emas, balki multi-level imtihoniga bir kompleks tayyorlanish, ya'ni har tomonlama tayyorlanish uchun maxsus ilova yaratdim. Mana shu ilova orqali o'quvchi agar tayyorlanadigan bo'lsa, aynan speaking qismi misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, o'sha speaking qismida aynan tushayotgan savollar, oldin tushgan savollar va
aynan sizga ham tushishi mumkin bo'lgan savollar berilgan. Ilova haqida birozdan keyin ko'proq ma'lumot beraman, lekin ungacha bo'lgan bir xulosamizni yasaydigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, yaxshilab tushunib olinglar bitta narsani. Ya'ni siz qayta topshirayotganingizda yoki birinchi marta topshirayotganingizda asosiy e'tiboringiz faqat listening readingga qaratmang. Odatda qayta topshirayotganda ayniqsa listening reading ballari unchalik katta farq qilmaydi. Ya'ni birinchi topshirganingizdan biroz farq qilishi mumkin, 1-2 ball pastroq yoki 1-2 ball balandroq, lekin aynan writing speakingni siz qisqa muddat ichida ko'proq speakingga taalluqli bu narsa writing speaking deb. Aynan asosan speakingni qisqa muddatda kattaroq ballga oshirishingiz mumkin. Kattaroq bir jump, ya'ni sakrash qilishingiz mumkin ball bo'yicha. Shuning uchun ko'proq e'tiboringizni birinchi o'rinda speakingga qarating, keyin ko'proq writing ustida ishlang va oxirida listening readingga e'tiboringizni qarating. Shunda to'g'ri taqsimlayotgan bo'lasiz vaqtingizni. Shuning uchun demak xulosa qilamiz. Shu joygacha demak, hurmatli o'quvchilar, muhim xulosamiz shuki, ko'proq e'tiborimizni birinchi o'rinda speakingga qarataylik. Speakingga, undan keyin writingga va oxirida listening readingga qaratsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa qayta topshirayotganda, chunki odatda listening readingdan balandroq ball olish uchun kamida yana qo'shimcha bir 1000 ta so'z yodlash kerak. 1000 ta so'zni siz qisqa muddat ichida yodlay olmaysiz. Endi bu o'zi aslida katta mavzu, boshqa mavzu. Hozir asosan biz ko'proq speaking bo'yicha gapiryapmiz. Shuning uchun demak, mana shu narsaga e'tibor beringlar. Ko'proq speaking bo'yicha shug'ullaninglar va hozir men sizga tushuntirib beraman qanday qilib mana shu speaking bo'yicha shug'ullanishni. Demak, birinchi o'rinda speaking bo'yicha shug'ullanish uchun bizga ilova kerak bo'ladi. Ilovamizni mana shu Play Market yoki App Store'dan TM School deb qidirib yuklab olishimiz mumkin. Agar sizda yuklamagan bo'lsa, mana M harfi turibdi. Menda o'rnatilgan, shuning uchun mana open qilaman. Ochib ichiga kirib ishlatishni boshlayman. Xo'p, mana shunaqa interface va bizga speaking qismi kerak. Speaking qismini ustiga bosaman va ko'rib turibsizki 3 ta qismga bo'lingan bu yerda. Part 1, Part 2, Part 3 va full exam ga bo'lingan. Yozib olingan audiolar ham bor bu yerda. Hozir tushuntirib o'taman hammasini. Demak, qanday tayyorgarlik ko'rasiz? Bu yerda biz oldin tushgan savollarni yig'ib boramiz. Mana misol uchun Part 1 bo'yicha demak, bo'lingan qismlar bor o'zini. Mana shu bo'lingan qismlarda har bir sectionda 10 tadan savol va har bir testning ichida 6 tadan savol bo'ladi. Ya'ni Part 1 savollari. Ana shu savollarga tayyorgarlik ko'rsangiz, sizga ham albatta shu savollardan biri tushib qolishi mumkin. Xo'p, mana misol uchun birinchi testdan boshlasak, hop, kirganimizda bizga demak boshlash yoki model answer qismi birini tanlashimiz mumkin. Birinchi o'rinda tavsiya qilardim model answerga kirishni. Mana shu model answerga kirganimizda hop, bizga namunaviy javoblar beriladi. Misol uchun mana please tell me about your best friend va best friend haqidagi namunaviy javob. Endi bitta maslahat mana shu o'rinda javoblarni 100% so'zma-so'z yodlash unchalik yaxshi yo'l emas, balki qanday tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, qanday yodlashingiz kerak, buni asosan bu yerdan qanaqadir keywordlar, qanaqadir yaxshi bir so'zlarni olib o'zingizni javobingizga integratsiya qilishingiz kerak. Ya'ni javob siz o'zingizga bo'lishi kerak, tabiiy bo'lishi kerak. Lekin ana shu javobingizning ichiga ba'zi bir yaxshi so'zlarni qo'shib ketishingiz mumkin. Misol uchun mana bu joyda aytaylik caring person degan so'z. Mana aytaylik o'zingiz yaxshi ko'rgan do'stingiz haqida gapirayotganda mana shu caring person degan so'zni kiritib ketishingiz mumkin. Yoki she's always there for me when I need her. Mana bu juda yaxshi gap. Ya'ni qachonki menga yordam kerak bo'lsa, u har doim mening yonimda bo'ladi degan. Mana shunaqa qiziq yaxshi so'zlarni not qilib, yodlab olib, qo'shib ketishni tavsiya qilaman va bu joyda boshqa savollarga ham javoblar bor. Bilamizki, Part 1.2 da rasmlarni taqqoslash kerak bo'ladi. Bunga ham ana samplelar berilgan, ularni ham o'qib o'rganishingiz mumkin va ana shularni o'qib o'rganib bo'lgandan so'ng boshlash tugmasini bosib test shaklida topshirishingiz mumkin. Xo'p, mana boshlashni bosamiz va xuddi imtihondagidek bizda sekundlar, vaqtlar, savollar paydo bo'ladi va mana shu savollarga biz javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana 5 sekund o'ylash uchun. Xo'p, va demak savolga javob berishingiz mumkin. Agar qanaqadir misol uchun javobingiz tugab qolsa, agar oxirgi kutishni xohlamasangiz, mana keyingi savolga o'tishni bossangiz, keyingi savolga o'tib ketadi. Xo'p, endi imtihon paytida bu narsani imkoni yo'q, ya'ni kutishga majbursiz, lekin ilovada biroz yengillik berganmiz bu yerda. Ya'ni o'sha savolga javob berasiz, practice qilasiz shu savollarga javob berishni.
va hokazo hokazo. Xullas, mana shu savollarga javob berib ketaverasiz. Xo'p, va oxirida demak savollar tugagandan so'ng mana bu yerda picturelar ham bor. Birinchi savolga 10 sekund vaqt beriladi o'ylashga. Hop. Hozircha biz tezroq tugatib qo'yamiz buni. Chunki boshqa qiladigan ishlarimiz ham ko'p. Hop. Xo'sh, mana shu oxiriga yetganingizdan keyin sizda message paydo bo'ladi. Mana hamma savolga javob berdingiz ekan. OK'ni bosamiz va agar biz o'zimiz javob bergan audiolarni eshitmoqchi bo'lsak, yozib olingan audiolar kirib, audiolarni eshitishimiz mumkin va javoblarimizni tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Va agar audiolarning qaysidir biri sizga yoqmasa, bularni o'chirib tashlashingiz mumkin bemalol yoki play tugmasini bosib eshitishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, okey. Endi boshqa qismlarda ham xuddi shunday, mana part 2 bo'yicha ham demak model answer berilgan va xuddi imtihondagidek uni xo'sh practice qilish imkoniyati bor va mana mavzularni ham berib qo'yganmiz. Xuddi speaking appga o'xshab mana mavzular berilgan. Juda ham ko'p mavzu bor bu yerda. Shu mavzular tushgan aynan va xohlasangiz mana topshirib chiqqanlar agar tekshirib ko'rishingiz mumkin, balki sizning mavzuyingiz ham mana shular orasida bordir. Va demak mana shu orqali tayyorlanish kerak bo'ladi. Mana model answerga kiramiz. Xo'sh, mana model answer berilgan bu yerda ham critical decision o'rgandingiz va undan keyin practice qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana 1 minut o'ylash uchun vaqt, undan keyin 2 minut gapirish uchun vaqt paydo bo'ladi. Xo'sh, va mana shu bo'yicha demak tayyorgarlik ko'rish kerak. Xuddi shunday part 3 savollar ham berilgan. Va xohlasangiz buni full exam shaklida ham topshirishingiz mumkin. Mana part 3 savollarni ham yig'ib qo'yganmiz va xo'sh, mavzulashtirilgan bu yerda ham savollar bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin. Bu yerda ham sample javoblari bor o'zini. Xo'sh, okey. Va full exam shaklida hammasi birgalikda topshirishingiz mumkin. Xo'p, ilovamiz nafaqat speaking uchun, balki listening, reading, writing qismlari ham bor, pastida video darslar ham bor. Umuman mana shu ilova orqali tayyorlanadigan bo'lsangiz juda ham ko'p vaqtingiz, kuchingiz tejaladi. Har xil so'rslardan qiynalib qidirib yurmaysiz, hammasini siz uchun jamlab qo'yganmiz. Testlar bor, ishlash uchun video darslar bor, full mock examlar bor. Xullas qiziqib ko'ring, yuklab olib bir tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana ilova haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Mana shu ilovani chiqarganimda men o'zim juda ham xursand bo'lgandim, chunki multi-level imtihoniga mana shunaqa ilovamiz yo'q edi. Sırf IELTS uchun bor, lekin multi-level uchun hali yo'q edi, lekin mana yaqinda bu ilovani chiqardik. Ko'plab o'quvchilar yuklab olib ishlatishyapti, lekin bitta holat meni ozgina qayg'uga solyapti. Mana shu ilovani o'quvchilarga share qilganimda, o'zim o'quvchilarimga yoki o'qituvchilarga tavsiya qilganimda, mana shu yaxshi ilova bor, ishlatinglar, foydali deb tavsiya qilganimda ko'pincha unchalik boshida ko'rganda ha zo'r ilova ekan, yaxshi ekan deydi, lekin aynan foydalanishga kelganda ko'pchilik foydalanmayapti. Mana shu holat meni ozgina qayg'uga solyapti, chunki juda ham foydali bir narsa. Bu narsani mana o'zi ishlatib ko'rgan odam biladi. O'qituvchi sifatida men yaxshi tushunaman buni foydasini, o'quvchilarning muammosini tahlil qilib mana shu muammoga yechim topganman deb juda ham xursand bo'lgandim, lekin afsuski ozgina loqaydlik bo'lyapti. Shu narsa unchalik yaxshi emas. Mana shu ilova sizni agar yaxshi tayyorlanadigan bo'lsangiz, o'sha sertifikat taqdiringizni hal qilishi mumkin. Ya'ni sertifikatdan necha ball olishingizga juda ham katta bir hissa qo'shishi mumkin agar bundan to'g'ri foydalansangiz. Endi yana bitta holat, o'quvchilar orasida bu ilovani biroz sekinroq tarqayotgani yoki unchalik ko'p foydalanmayotganligiga yana bir muhim sabab bu ilovani pulli bo'lganligi. Mana shu jihatni ham aytib o'tay. Ya'ni u yerda mana testlarni ko'rdinglar. Testlar 1, 2, 3 va hokazo. 3-dan keyingi testlar qulflangan holatda, ya'ni premium sotib olish kerak bo'ladi. Bizda shunaqa bir mentalitet, bir tushuncha borki, culture borki, ko'p narsani biz bepul bo'lishni xohlaymiz. Ayniqsa o'qiyotgan paytda bepul resurslarga o'rganib qolganmiz. Ya'ni bu narsani sotib olib ishlatish degan narsa unchalik rivojlanmagan. Lekin aslida bunday bo'lmasligi kerak. Albatta bu ilova menga bepulga kelgani yo'q. Bu narsani
hosil qilish uchun IT komandasiga men kattagina pul to'laganman, investitsiya, vaqt va shu jihatdan bu narsani men bepul qilib bera olmayman. Endi pulli bo'lgani bilan bu juda ham qimmatmi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Qimmatdir balki shuning uchun olmayotgandir yoki degan xayol paydo bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu noto'g'ri tushuncha. Premium tariflari juda ham arzon va u yerda bemalol har xil kunlarni tanlashingiz mumkin. O'zingizga kerakli, misol uchun kimdir 1 oy o'qisa 1 oy, 10 kun o'qisa 10 kun. Ya'ni o'zingizga mos tarifni tanlashingiz mumkin va ana shu sizni offline o'quv markaziga borib 1 kunlik darsingizni puliga u yerda 1 oy o'qishingiz mumkin. Offline darsingiz mana misol uchun borasiz, 1,5 soat, 2 soat o'tirasiz, bo'ldi. Qanchadir miqdorda pul to'laysiz. O'sha pulni to'lab turib bu yerda siz 1 oy 24 soat o'qishingiz mumkin. Ya'ni imkoniyatlar juda ham ko'p aslida. Bu endi taklif o'quvchilarga foydalanib ko'ring. Bu narsani maqsad o'tkazish emas, bu foydali ilova. Ko'pchilik foydalanyapti, o'zim o'quvchilarimga berganman. Ya'ni foydasini tushungan odamlar foydalanyapti. Kimdir endi ozgina o'sha pulidan qizg'onib sota olmasligi mumkin, bepul foydalanaman deyishi mumkin, lekin tushuntirib o'tdim sabablarini. Shuning uchun sinab ko'ring va arziydi. Bemalol arziydi, 200% arziydi o'zini puliga. Bemalol qo'rqmasdan xotirjam o'sha premiumni sotib olib tayyorlanish mumkin. Shuning uchun mana shu narsaga o'rganaylik, hurmatli o'quvchilar. Ya'ni qandaydir bir sifatli mahsulot olyapmizmi, u albatta pulli bo'ladi. U albatta qanaqadir qiymatga ega bo'lishi kerak. Bepul misol uchun nimalar ham ko'p, so'rslar ham ko'p. Misol uchun xuddi shu narsani men video shaklida ham chiqarganman YouTube'ga, lekin bunaqa funksiyalari yo'q. Ularga ovoz yozib olish, mana shu aynan har xil savollarni alohida topshirish yoki full exam topshirish kabi ko'plab foydali funksiyalari yo'q, afsuski. Shuning uchun buni ortida katta mehnat, investitsiya yotibdi. Shuning uchun o'zingiz ozgina hissangizni qo'shsangiz bu hech qanaqa muammo bo'lmaydi sizga. Unaqa sizni qo'rqitadigan bir haligi katta miqdordagi pul emas bu. Shuning uchun albatta bu qaror qabul qilish siz o'zingizni demak qaroringiz bo'ladi. Albatta xohlasangiz sotib olishingiz mumkin, xohlasangiz bemalol bepul resurslardan foydalanishingiz mumkin. PDF materiallar bor, video materiallar bor, lekin aytib o'tdim, ular bu narsani bergan effektini hech qachon bera olmaydi. Chunki ular baribir oddiy PDF materiallar yoki videolar bo'lib qoladi xolos. Shuning uchun agar siz haqiqatda o'zingizni ballingizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, aynan yaxshi ball olmoqchi bo'lsangiz, D2 olmoqchi bo'lsangiz, C1 olmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zini puliga arziydigan investitsiya bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmasdan yuklab olib ishlatishlarini tavsiya qilaman. Okey, demak, videoni xulosasini yasaydigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, aytib o'tdim, ayniqsa qayta topshirayotgan o'quvchilar ko'proq speaking. Birinchi o'rinda speaking, undan keyin writing. Oxirida listening reading qiling. Shunda to'g'ri yo'lda harakatlanayotgan bo'lasiz. Lekin agar yana o'sha listening readingni qayta ishlayversangiz, speaking qolib ketaversa, hali bir yerda bormaysiz o'zingiz maqsadingizga. Endi yangitdan birinchi marta topshirayotgan o'quvchilar uchun, boshidanoq hamma narsani to'g'ri qilmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun sizlarga ham xuddi shunday maslahat. Birinchi o'rinda speakingga e'tibor beringlar, chunki juda ko'p odam speakingdan past ball olyapti, writingdan past ball olyapti. Xo'p, va albatta ilova siz uchun benazir yordamchi, juda ham katta bir source va practice qilish uchun materiallar hammasi shu joyda yig'ilgan, arzimagan pul evaziga siz o'zingiz uchun o'sha sertifikatingizni taqdirini hal qilishingiz mumkin. Shuning uchun yuklab oling, ishlating va fikrlaringizni ushbu video ostida qoldiring. Hammaga katta rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha, see you soon. Take care.